Ogoh bo'ling, yana bir dahshatli xabar tarqaldi. Turkiyada yana bir o'zbekistonlik ayol o'ldirilganligi aytilmoqda. Turkiyaning Istanbul viloyati Moltepa tumanida 2019-yilda tug'ilgan, yo'qolgan deb qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ayol eri tomonidan o'ldirilgan deb gumon qilinmoqda. Ma'lum qilinishicha, 2019-yilda opasi Sevara Zohidova tomonidan qidiruvga berilgan 36 yoshli marhuma Hurriyat Tursunboyeva eri Ersin Y 37 yosh tomonidan o'ldirilib chiqindiga tashlangan. Aniqlanishicha, Ersin uning jasadini bir oy davomida yashirgach, bo'laklarga bo'lib, chiqindi konteyneriga tashlagan. Holat yuzasidan Ersin Y va voqeadan keyin unga yordam bergan do'sti Anil Y qo'lga olingan. Istanbul politsiya boshlig'i topshirig'i bilan eski yo'qolganlik ishlari qayta ko'rib chiqilishi boshlangan. Shu doirada 2019-yilda O'zbekiston fuqarosi Sevara Zohidova tomonidan singlisi Hurriyat Tursunboyeva bilan bog'liq Anadolu bosh prokuraturasiga berilgan ariza qayta tekshirilgan. Ogoh bo'ling, vaziyat tobora chigallashib bormoqda. Turkiyada yana bir o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. Avvalroq O'zbekistondan Turkiyaning Balaksir shahriga borgan Dilafruz Choliyeva izsiz g'oyib bo'lgach, yaqinlari tomonidan qidiruvga berilgani aytilganda, Turkiyaning Balaksir viloyatida bo'sh maydondan topilgan jasad 21-yanvardan buyon qidiruvda bo'lgan 46 yoshli O'zbekiston fuqarosi Dilafruz Choliyevaga tegishli ekani aniqlandi. Bu haqida Haberturk nashri yozdi. Ma'lum qilinishicha, Havran tuman jandarma qo'mondonligiga Balaksir shahrining Havran tumaniga qarashli Chamdibi mahallasida bo'sh yer maydondan ayol kishining jasadi topilgani haqida ma'lumot kelib tushgan. Hodisa joyida olib borilgan tekshiruvlar natijasida jasad 21-yanvardan buyon Burhaniya tuman Emeniyat boshqarmasi tomonidan bedarak yo'qolgan shaxs sifatida qidiruvda bo'lgan 46 yoshli O'zbekiston fuqarosi Dilafruz Choliyevaga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Marhumning jasadi sud tibbiy ekspertiza o'tkazish uchun Bursa sud tibbiy muassasasiga yuborilgan. Mazkur holat yuzasidan Choliyevaning sevgilisi ekani aytilgan 44 yoshli II, shuningdek uning tanishlari BN, BU va MK qo'lga olindi. Huquq-tartibot idoralariga so'roq jarayonlaridan so'ng sudga chaqirilgan II hibsga olinib, qolgan 3 nafar gumondor sud jarayoni davomida qamoqqa olinmasdan shartli ravishda qo'yib yuborilgan. Taxminan bir oydan buyon onasidan darak ololmagan o'g'il Shohruh To'raqulov onasining qandli diabet bilan og'riganligini aytgan. Ma'lumot o'rnida 46 yoshli Dilafruz Choliyeva ishlash uchun Turkiyaga borib, Balaksirning Burhoniyat tumanida yashagan. U yerda keksa va bemor kishiga qaragan. Ayol joriy yilning 21-yanvar kuni bozorga chiqish uchun ruxsat olgan va to'satdan g'oyib bo'lgan. Choliyevadan xabar ololmagan yaqinlari uning bedarak yo'qolganligi haqida ariza bergan va voqea yuzasidan O'zbekiston elchixonasi hamda konsulligiga xabardor qilgan. 23-yanvar kuni ish beruvchilar ham Dilafruz Choliyevani qidirib politsiyaga xabar berishgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkiyaning Istanbul shahri Shishli tumanida chiqindi yig'uvchi tomonidan axlat konteyneridan o'zbekistonlik Nurdona Hakimevaning jasadi topilganda, keyinroq mazkur ish doirasida u o'ldirilgan. Umroniyadagi uyda yana bir o'zbekistonlik ayol Sayyora Ergashaliyeva ham bo'laklab o'ldirilgani aniqlanganda, ko'pchilik uchun sevimli bo'lgan Jahongir Otajonov hozir qayerda va qay ahvolda deb qiziqqanlar uchun muhim ma'lumot e'lon qilindi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jahongir Otajonov ayni kunlarda ro'za oyini oila davrasida uy sharoitida o'tkazmoqda. San'atkorning yaqinlari ma'lum qilishicha, u Ramazonni sokin va ibodatga bag'ishlagan ruhda qarshi olishni ma'qul ko'rgan. Shu sababli hozircha ommaviy tadbirlarda va konsert dasturlarida ishtirok etmayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, Jahongir Otajonov o'zini yaxshi his qilmoqda. Salomatligi joyida, u vaqtni asosan oila a'zolari bilan birga o'tkazib, ijodiy rejalar ustida ishlamoqda hamda yangi qo'shiqlar ustida tayyorgarlik olib bormoqda. Shuningdek, u ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislari bilan aloqalarni uzmagan. Xonanda o'z murojaatlaridan birida
hozirgi keskin vaziyatda barchani ehtiyot bo'lishga, sabr toqatli va ogoh bo'lishga chaqirgan. U inson salomatligi va osoyishtaligi har narsadan ustun ekanligini ta'kidlab, ro'za oyida mehr oqibat, hamjihatlik va xayrli amallarni ko'paytirish muhimligini eslatgan.